Mundialning biz uchun eng asosiy guruhiga yetib keldik. K guruhi. Unda Kolumbiya, Portugaliya, Kongo Demokratik Respublikasi hamda O'zbekiston terma jamoalari qatnashdi. Kolumbiya terma jamoasi birinchi o'rinni egalladi. 7 ochko bilan to'pga egalik qilish bo'yicha 55%. Jamoa o'rtacha yoshi 26.8. 26 ta o'yinchidan 18 tasidan foydalanildi. Bosh murabbiy Nestor Lorenzo 4-2-3-1 sxemasidan foydalandi. Va kichik bir sensatsiyaga guvoh bo'ldik. Portugaliya ikkinchi o'rinda 5 ochko bilan to'pga egalik qilish bo'yicha 60%. 4-3-3 hamda 4-3-2-1 sxemasidan foydalanildi. Roberto Martinez asosan yarim himoyaga e'tiborini qaratdi. Hujumlar uncha ko'p bo'lmadi. Zarbalar soni 50 ta, obodkalar soni esa 36 ta. Kongo terma jamoasi to'pga egalik qilish bo'yicha 46%. Jamoa o'rtacha yoshi 26.5. 6 ta sariq kartochkaga loyiq ko'rildi. 26 tadan 17 ta futbolchi maydonga tushdi. Milliy terma jamoamiz O'zbekiston to'pga egalik qilish bo'yicha 39% ni tashkil etdi. Jamoa o'rtacha yoshi 25.3. Foullar soni 48 ta, ofsaydlar soni 3 ta, 8 ta sariq va 1 ta qizil kartochka. 26 ta futbolistdan maydonga 19 ta futbolist tushdi. Jamoa bosh murabbiyi Fabio Cannavaro himoyaviy taktika qo'lladi. 5-3-2. Obodkalar soni 13 ta, umumiy zarbalar soni 18 ta. Biz butun kanalimiz komandasi nomidan hamda xalqimiz nomidan O'zbekiston terma jamoasiga omadlar tilab qolamiz. Keyingi jahon chempionatlariga chiqishini, bu yerda bundan yaxshi natijalar ko'rsatishini kutib qolamiz, umid qilamiz. Hamda futbolni kuzatishda davom etamiz.